Taxminan 350 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan to'rt sotuqli mana shu hovlimiz ijaraga beriladi. Bizdan ko'pchilik ijaraga kvartira hamda hovlilarni so'rashadi. Biz o'zi ijara reklamasini kamdan kam qilamiz hovli kvartirada. Faqatgina VIP, ya'ni VIP bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi chiroyli joylarni ijaraga qo'yib berishimiz mumkin. Ushbu joyimiz Afsona villada joylashgan. Ko'prikdan o'tganimizda yo'q, shuni chap qo'ldan 3-ko'cha. Yo'l yuziga ham yaqin joyda. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud bo'lgan joyda joylashgan. Hozir ichilarini ham ko'rsatib beraman. Uyimizning darvozaxonasidan kirganingizda 3 ta avtomashina sig'adigan alohida o'zining naves qismi mavjud. Ko'pchilik yozda hovlida yashashadi, qishki kvartiraga o'rnasha olmaydi. Xuddi o'shunaqa insonlar bemalol mana shu hovlimizni ijaraga olishsa bo'lardi. Ko'p xo'jalik ham sig'adi. Hovlimiz огородlari kengina, bu tomonimiz yozga o'tiradigan qism hamda alohida yozgi oshxonasi ham bor. Eng chekkasi sanozilni ham joylashtirib ketilgan. 2 qavatli kottejimiz esa pat-ключ holatda bo'ladi. Termoronda o'rnatilgan ushbu uyimiz jam bo'lib 6 ta xona plus 2 ta holdan tashkil topgan. 2 ta holimiz ham katta bo'lgani uchun xona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu birinchi hol qismimiz LG alohida televizorlar, yumshoq mebellar, hamma narsasi tayyor bo'ladi. Mana bu tomonimizda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashtirilgan. Barcha jihozlar qoladi o'z o'rnida. Ichida alohida o'zining sanozili ham bor. Birinchi qavatimizda yana bitta sanozilimiz bor. Bu umumiy sanozil, hamma uchun mo'ljallangan bo'ladi. Uni yonida esa yana bitta yakkali bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani planirovka qilishgan. Xohlasangiz buni boshqa maqsadda ham foydalanishingiz mumkin. Hol qismimiz o'ziga gri konditsionerlar o'rnatib qo'yishgan. Bu esa uyimizning oshxonasi, barcha texnikalari o'z o'rnida qoladi. Ovqatlanish uchun mo'ljallangan alohida qismi ham bor. Endi esa zinadan ko'tarib ikkinchi qavatda ham bitta ko'rib chiqamiz. Tizimidan umuman muammo bo'lmagan xonadonimizni ikkinchi qavatini ham endi ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ro'parasida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi ham bor. O'rtada esa ikkinchi qavat uchun umumiy sanozil ham qoldirib ketilgan. Farzandlaringiz maza o'ynash uchun menimcha mana shu hol juda ham yetarli darajada bo'ladi. Salkam kichikroq bitta kvartirani razmerida. Mana bu yerda esa kattakon mehmonxona joylashtirib ketilgan. Hozir o'zi xizmat safarida bo'lib boshqa viloyatdan kelib oilaviy yashamoqchi bo'lganlarga ham yoki to'y qilib shu bilan yana ijarada doimiy yashaydigan insonlarga ham bu uyimiz mos keladi. Uyimizning ijara narxi $1100, yana oz-moz kelishtirib berishadi uzoqroq muddatga olsangiz. Egalan telefon nomerini doimgidek videoni pastda qoldirganman. Aloqaga chiqib mana shu hovlini ijaraga olsangiz bo'ladi.